plastik idishni imkon qadar oshxonadan chiqarib tashlashimiz kerak umuman. Da ishlatishimiz mumkin. Uni misol meva-chevani yuvishga yoki sabzavotlarni yuvishga, lekin misol bilmaydigan inson o'sha plastik idishga ovqat solib, mikrovolnovoy pechga tiqib isitishi mumkin. Mikroplastik ovqatga chiqadi. U mikroplastik organizmga tushganda kichkina bolami yo yoshi katta odamni gormon sifat ta'sir qila boshlaydi. Gormonga o'xshagan effekti bor va shunda gormonal o'zgarishlar paydo bo'ladi. Yoshlarda bu ovulyatsiya buzilishi, yosh kattaroqlarda miomalar, ko'krikda qanaqadir kistalar, o'simtalarga ham sabab bo'lishi mumkin. Butun dunyo mana shu bepushtlik bilan shug'ullanadigan shifokorlarning maslahati plastikni kamaytirish imkon qadar. Dastavkaga ovqat olib ketamiz. Nimada? Plastikda. Da, конечно, unda yoziladi tam zararsiz ovqat ishlatish mumkin bo'lgan plastik deyilgan. Imkon qadar o'shani bankada olib ketishimiz kerak. Misol 1 litrli bankaga solib bering deydi, shisha idishda olib ketganimiz yaxshiroq. Shuning uchun men mana onalarga maslahat bergan bo'lardim, umuman kuxnyadan plastik idishni olib tashlang. Chunki bolangiz bilib-bilmay isitishi mumkin unda.